Bismillahirrahmanirrahim. Aziz mo'tabar ayollar. Ayollar deganda birinchi navbatda hammamiz onalarimiz ko'z oldimizda namoyon. Ayol deganimizda umr yo'ldoshimiz, bolalarimiz onasi ko'z oldimizda namoyon. Ayol deganimizda singillarimiz, opalarimiz, shirin shakar qizlarimiz namoyon bo'ladi. Ba'zi bir kalta fahm insonlar ayollar deganda ayollik iffatini yo'qotgan, umuman insoniylik iffatini, ibo hayosini yo'qotganlarni ko'z oldiga keltiradi. Chunki ularni o'zi ham shu toifa insonlar. Ayol zoti aziz deganda birinchi navbatda onajonlarimiz. Hayot mamot o'rtasida bizni tug'gan, bir parcha etligimizdan bag'rida mehr muhabbat ko'rsatib katta qilgan onalarimiz, yugurganimizda yugurgan, yig'laganimizda yig'lagan, kulganimizda kulgan, birinchi so'zlarni o'rgatgan onajonimizni eslashimiz kerak. Ayol zotini aziz ulug' deganimizda otajon nima xizmatlar bor, otajon nima qilay deydigan navqiron yigit o'g'illarimizni bizga tug'ib boqib katta qilib bergan umr yo'ldoshlarimiz. Ko'chadan kirganimizda darrov so'raydigan birinchi so'zimiz, ko'zimizga ayolimiz ko'rinmasa onang qani? O'sha umr yo'ldoshimizni ko'rganimizdan keyin ko'nglimiz tinchiydi. Ayollar to'g'risida muborak hadislar juda ko'p. Ayniqsa mo'mina ayollar. Qiynalib bola tuqqan ayol 40 marta hajga borganni savobini topar ekan. Uxlamasdan kechasi bolasiga qaragan ayol toat ibodatni savobini topadi. Bolasi kasal bo'lib xastalanganda bolasini ustida girdi kapalak bo'lib bolasiniga mehr ko'rsatib sog'aytirgan onaga 1 yillik toat ibodat, shuni ichida ro'za, 1 yillik toat ibodatini beradi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Erini kiyimini yuvgan ayolni Alloh butun gunohlarini mag'firat qiladi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Uyni shupirayotib, hovlini, uylarni shupirayotib la ilaha illalloh deb shupirgan ayol xonai Ka'bani tavof qilayotgandek savobga ega bo'ladi degan ekanlar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ana shunday ayolini o'tdan, suvdan, yomon ko'zlardan himoya qilish kerak. Xonadonini savobga, barakotlarga to'ldirayotgan umr yo'ldoshini yomon ko'zlardan, xiyonatli ko'zlardan asrashi kerak. Ba'zilar rashk yo'q narsa deydi. Rashk bu sevgini alangasi. Oriyat, hamiyat,
jamlangan kuchlik alangadir. Bu alangasi yo'q kulu chug'anmas kul bo'lib qolgan inson bo'ladi. Rashki yo'q, hamiyati yo'q inson. Mana vatan deymiz. Vatanda tug'ilib yashaymiz. Vatanda ota-onamiz, vatanda bolalarimiz, orimiz, vijdonimiz bo'lgan ayollarimiz yashaydi. Vatan himoyasi degani ota-onamiz, bola-chaqamiz, muborak zaminimiz, or-nomusimiz bo'lgan vafolik ayollarimiz himoyasi. Bir podsho bir mamlakatni, ikkita mamlakatni ko'zda tutibdi bosib olishni. Ikkita josus tayyorlabdi. Sen mana falon mamlakatga borib 1-2 yilmi, 3 yilmi qolasanmi, o'rgan sharoitlarini. Shuni bilgi, ayollariga qanaqa muomalada ular. Agar qo'lingdan kelsa uylanib olaveram. Zino ishlarini ham qilavergin. Menga o'sha xalqni fe'l xulqini tushunishim kerak. Senga ham xuddi shu vazifa deb ikkovini ikkita mamlakatga jo'natdi. Biri borgan mamlakatda ochin sochin odamlar, erkaklari mayxonada hammadan a'lo ichkilik, buzuqchilik, sadoqat, vafo degan narsani oilalar orasida ko'rgani yo'q. O'zi ham buzuq ishlarni bemalol qilaverdi, birov hay degani yo'q. Ikkinchi mamlakatga borgan odam shunchalik bir joyga tushib qoldiki, nihoyatda erkaklari ayollariga hamiyati baland. Begona erkak umuman ayollarning oldiga bora olmaydi. Ayol erkaklari xizmat, mehnatda va oila tarbiyasida sadoqatli kuchlik. 2 yil, 3 yil yurgan bo'lsa ham bironta ayol bilan so'zlasha olmadi, gaplasha olmadi. Ikkala josus qaytib kelgandan keyin shoh so'radi. Xo'sh, sen borgan joyda qanaqa ekan sharoit? Ayollarimni hech ham ko'ra olmadim, oldilariga yaqin bora olmadim. Bironta begona ayolga gaplashaman desam, yo akasi, yo ukasi, yo eri bo'ladi, oldiga yaqinlattirmaydi. To'g'ri kelgan odamni uylariga kirgizib urishmas ekan. Va hech narsani ochin sochin to'kin qo'yishmas ekan. Nihoyatda vataniga, ayoliga, oilasiga sadoqati kuchli ekan. Sen borgan yurtchi, bemalol ayollar bilan ishi yo'q, mayxonadan chiqishmaydi. Bekorchi, hammasi ish xohlashmaydi, ishlashni ham bir tayin ishlari ham yo'q. Beparvochilik, bemalol 5-6 ta ayollar bilan o'ynash qildim, boshqa qildim dedi. Birontasi sen nima qilyapsan degani ham yo'q. Uylariga bemalol kirib chiqib yuraverdim. Shohiddi. Avvalgi josga qarab, sen borgan joyni biz ola olmaymiz. Ayolini qizg'angan bir qarich yerini ham bermaydi, chunki u yerda ori nomusi bor. Ori nomusini qattiq himoya qiladi oriyati bor erkaklar. Ikkinchi josga qarab aytdi. Lekin sen borgan joyda oriyati yo'q ekan. Oriyati yo'qlar, xotinini rashk qilmaganlar, hamiyati yo'qlar, vatanini ham himoya qila olmaydi. Pulga, mol dunyoga sotib olaveradi. Ana o'tga hujumga o'tsak, bir hamlada olamiz. Muhtaram aziz birodarlar, ayollarimizni yomon ko'zlardan saqlaylik deganda o'zingizni ham niyatingizni
birovni ayoliga nisbatan to'g'ri qiling. Qadimda Buxoro shahri azimda hovuzlarga suvlar ariqlardan oqib hovuzga to'lgan. Meshkobchilar hovuzdan meshga suv olib xonadonlarni xum idishlariga, suv saqlanadigan idishlarga quyib pulini olib ketishavergan. Bir zargarni xonadoniga 10 yildan beri meshkobchi suv olib kelib quyarkanda pulini olib indamay xotinning yuziga qaramay chiqib ketar ekan. Ittifoqa bir kuni meshkobchi suvni qo'yibdi-yu, tikilib turaveribdi. Xotin ham pulni olib borib qo'liga bergisi kelibdi. Pulni olib meshkobchini qo'liga bersa, meshkobchi zargarli xotinini qo'lini bunday ushlab siqib qo'yibdi-da, keyin ketibdi. Ayol bu holatdan juda qattiq taajjublanib tushungan ayol ekan. Eri kelgandan keyin, "Xo'jam, bugun kimni xotiniga ko'yningiz ketdi? Bugun nima qiliq qildingiz, to'g'risini ayting. 10 yildan beri uyimizga suv olib keladigan meshkobchi meni yuzimga biron marta qaramasdan suv quyib chiqib ketardi. Bugun yuzimga tikilib turdi, pul beryapsam qo'limni siqdi bilagimdan." Zargar dod tuvardi. "Men hamisha o'z kasbimni halol ijro etardim. Bugun bir ayolni bilarzik oladigan ayolni bilagiga ko'zim tushib qolib, niyatim buzilib, keling o'zim taqib qo'yaman deb bilarzikni ushlab bilagidan mahkam ushuvdim. Xudo qaytaribdi-da. Birovni ayoliga ko'z olaytirma. Sen birovni ayoliga niyatingni buzsang, sanikiga 100 tasi niyatini buzadi. O'zingni qanchalik er bilib yursang, boshqani ham sher bil. Insonni hamma qiliqlari ko'chada yurganda o'ziga qaytishligini esidan chiqazmasin. Bir erkak, men ayollar to'g'risida ma'ruza qilsam, necha shu ayollarni gapiraverasiz? Ayol degani bir chochi uzun, aqli kaltada deb ayolini mensimasdi. "Ya Rabbi, nima bo'ldi-yu? Mana necha yildan beri betob bo'lib, ayolini qaramog'iga qarab qoldi." Ayol mehr, muhabbat, ixlos bilan xizmatini qilyapti. Bir rivoyat esga tushadi. 30 yil hayot kechirishgandan keyin bir xotin eriga aytibdi: "Xo'jayin, meni talog'imni bering. Men sizdan ajrashaman." Bolalar katta bo'lganda yaxshimiz, hayotimiz, hech bir urush janjal yo'q. Nimaga men taloq beraman senga? Talog'imni bering, ajrashaman. To'xtam, men bir o'ylab ko'ray, qayoqda xatolik qilgan ekanman deb o'sha kuni yiqilib tushib qo'li sindi. Alamidan chidolmay, "Taloq so'rayatuvding, ketaver bor, mana qo'lim ham sindi. Mayib bo'ldim. Endi ketaver, talog'ingni beraman" deganda, "Yo'q, xo'jayin, talog'imni bermang. Endi xizmatingizni qilaman. 30 yildan beri siz bilan yashagan bo'lsam, biron marta kasal bo'lmadingiz, biron marta biron joyingiz og'rimadi. Men Xudodan qo'rqdimki, men bir Alloh bexabar bo'lib qolgan bir munofiq bilan hayot kechiryapmanmi? Hech bunga dard bermaydi Alloh. Shuning uchun bu bandadan yiroqlashiy deb talog'imni so'radim. Endi Xudo dard berdi. Endi astoydil xizmatingizni qilib duoingizni olaman" degan.
Ya Rabbi, mo'mina ayollarimiz qanday go'zal. Go'zal deganda qosh ko'z chiroyi emas. Mo'mina ayollarimizni qalbi muncha go'zal. Muncha ularning hayo ibosi go'zal. Lekin albatta bularni bunday bo'lishiga iymonlik, e'tiqodlik, vijdonlik erlarimizni xulqi ham sabab.